Mana shunaqa mashina qachon haydayarkanman deb niyat qilmanglar, o'rtoqlar. Mana shunaqa mashina inshaalloh haydayman deb niyat qilinglar. Allohga oson. Buni ham bitta odam yaratgan, buni ham bitta banda yaratgan. Qimmat mashina minish, chiroyli mashina minish harom emas. Chiroyli uy solishlik harom emas. Chiroyli to'kin sochib boy badavlat hayot kechirishlik harom emas. Chunki Alloh taolo bandalarga chiqargan bu ne'matlarni. Siz ibodatni hozir o'lib qoladigandaqa qilib turib, imoratda 1000 yil yashaydigandaqa soling. Alloh taologa ibodatni zo'r qilib qo'yib turib, milliard dollar topaysizmi? Muammo nimada? Bittasini qilyapti-da biz odamlarimiz. Pul topgani, faqatgina pulga kirishib kelib turib, ibodat tashab qo'yapti. Ibodat qilayotganini qarasangiz, faqat ibodat qilyapti, dunyoda tashab qo'yapti. Ikkalasi ham noto'g'ri bo'ladi. Ikkalasini bitta qilishni kerak. Ferrari, mashalloh, hammaga nasib qilsin mana shunaqa mashinalar. Bizning xayolimizga kelmagan narsalar bo'ladi inshaalloh. Faqatgina Allohga tavakkul, oson, ishonish. Bu narsa tortish kuchi bo'ladi. Niyat qilinglar, yaqin tanishingizga jo'natib qo'ying. Nimadandir siqilib yurgan bo'lsa, siqilmang aka. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Allohga oson. Allohga tavakkul, 5 mahal ibodat, tahajjud, yaxshi niyat, yaxshi duo. Tarqatamiz akalar. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar.